o'ziga xiyonat qiladigan, o'zining orzusiga, o'zining maqsadiga, o'zining xohishlariga, o'zining istagiga xiyonat qiladigan ayolga boshqalar ham xiyonat qiladi. Toki ayol o'ziga qaytib, o'zini tanlashni, o'zini sevishni va o'zining istak va xohishlarini qo'llab-quvvatlashni o'rganishi uchun. Aynan shuning uchun ham bunaqa ayolning hayotiga shunaqa erkak keladi, ya'ni xiyonatkor erkak. Va bu yerda ayol jabrdiyda roliga tushib qolishdan ko'ra, undan ko'ra sal adekvat, obyektiv bo'lib, ya'ni yetuk pozitsiyani ushlab, turmush o'rtog'i bilan uchrashib gaplashib olishi kerak va o'zining xatolariga ham real qarashi kerak. Aynan shu vaziyat uning hayotida boshqa sodir bo'lmasligi uchun bu ayol qanaqa darsni tushunganini ham o'ziga savol berish kerak. Men shu hayotimda boshqa erkak bilanmi, shu erkak bilanmi hayotimni davom ettirsam agar, men bilan yana shunaqa vaziyat bo'lmasligi uchun men nimani tushundim? Ana o'shanda o'zi bilan munosabatda, erkak bilan munosabatda, ayol sifatida munosabatda, rafiqa sifatida munosabatda o'zini tahlil qilishi kerak. Faqatgina tahlil, faqatgina obyektiv tahlil ayolga mana jertva pozitsiyasida, jabrdiyda pozitsiyasidan emas, balki oqtashab hammasini to'xtab bo'ldi. Yig'lab o'tirib bu yerda o'zingni bechorani yasamasdan, navaynda adekvat o'ylaymiz, nima sababdan bu narsa men bilan sodir bo'ldi, nimaga menga bu kerak edi, nimani o'rgandim bundan degan narsaga xulosa chiqazib, to'g'ri xulosani qilganidan keyin